Bugungi kunda yurtimizda ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, uni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga mos malakali kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish orqali o'quv jarayonlari sifatini oshirish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Bu borada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar yoshlarning kasb-hunar egallashi va kelgusida munosib ish o'rinlariga ega bo'lishiga mustahkam zamin yaratadi. Ana shunday ezgu maqsad yo'lida kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligining 2026-yil 27-yanvardagi tegishli xatiga muvofiq Olmaliq shahar 3-sonli texnikumida yangi metallarga ishlov berish texnologiyasi yo'nalishi ish boshladi. Ochilish marosimida Germaniyaning German Industry and Commerce kompaniyasi vakili Yuliya Beskorskaya, OKMK o'quv markazi mutaxassislari hamda talabalar ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar mazkur ta'lim yo'nalishi xalqaro talablar asosida dual ta'lim shaklida tashkil etilgani, uning sanoat tarmoqlari rivojidagi muhim o'rni, shuningdek, amaliy bilim va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyati haqida atroflicha fikr bildirdilar. Mana biz texnikumimizda shunaqa dual ta'lim o'qiyapti, ham bolalar shu bizning o'quvda ham agentlikda ishlaydi, ham oliy oladi, ham mutaxassis bo'lyapti. Ham Germaniyani sertifikatini beradi, xalqaro sertifikatini. Yevropada ishlash huquqini beradi, faqat til bilsang bo'ladi. Olmaliq shahar 3-sonli texnikumida yangi ochilgan metallarga ishlov berish texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha 34 nafar o'quvchilar to'lov kontrakt asosida qabul qilingan bo'lib, dars jarayonlari joriy yilning 28-yanvar sanasidan boshlandi. Bugungi tadbirimiz kasbiy ta'lim tizimiga hurmatli prezident tomonidan berilayotgan e'tiborni va imkoniyatlarni bir natijasi deb bilaman. Chunki kasbiy ta'limga xalqaro ta'lim dasturlarini to'g'ridan-to'g'ri kiritishi, kasbiy ta'lim tizimidan xalqaro standartlarga, talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlashga katta imkoniyatlar berildi. Shu natijasida biz Olmaliq metallurgiya kombinati bilan hamkorlikda xalqaro sertifikatga ega bo'lgan metallar ishlov berish texnologi mutaxassisligi bo'yicha kasb tayyorlayapmiz. Bu nima beradi bizga? Bizga birinchidan bu ta'lim muassasamizga xalqaro standartlarda kirib kelishiga va shu orqali biz xalqaro standartga ega bo'lgan o'quvchilarni tayyorlashga muyassar bo'lamiz. Tadbir davomida o'quvchi yoshlar uchun OKMK muhandislar maktabiga sanoat ekskursiyasi tashkil etilib, unda mehmonlar ishlab chiqarish jarayonlari, zamonaviy texnologiyalar hamda amaliy faoliyat bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Начало дуального обучения здесь, в Olmaliqе. Bugungi tadbirimizning maqsadi albatta Olmaliq shahar 3-sonli texnikumda yangi yo'nalishning ish boshlaganidir. Bugun biz juda xursandmiz. Sababi 34 ta o'quvchi Germaniyaning Skills Expert Program nemis modeliga asoslangan ikki tomonlama yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimi asosida o'qishni boshlashdi. Kelgusida ushbu bilim dargohida malakali kadrlar yetishib chiqishini tilab qolamiz. Дуальная система обучения по немецкой модели. Ma'lumot o'rnida Skills Expert Program bu Germaniya iqtisodiyoti vakolatxonasi tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilayotgan nemis standartlari asosida dual ta'lim orqali yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash loyihasi hisoblanadi. U kompaniyalarga yosh kadrlarni Germaniya tajribasi asosida o'qitish va sertifikatlash imkonini beradi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Olmaliq shahar 3-sonli texnikumida yangi yo'nalishning tashkil etilishi nafaqat yoshlarning bilim va malakasini oshirishga, balki shahrimizda sanoat tarmoqlari uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilishi shubhasiz.